Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizani Xudo xolasa Zamon podkastida kuzatyapsiz hozir. Bu podkastimiz Xudo xolasa sizlarga bir manfaatli bo'ladi, chunki bir yaxshi insonni taklif qilganmiz. U inson hozir podkast davomida yana ham tanishasizlar. Men qisqacha sizga tanishtiraman. Azimsher Ahmadjonov degan inson yosh tadbirkorlardan. Bu inson hozirgi kunda ko'p yaxshi yo'nalishlar bo'yicha o'zlarining ishlarini olib boryaptilar. Eng qizig'i, ularning kasblari ham qiziq, hobbilari ham juda ham qiziq bo'lgan inson. Kuzatuv davomida yana ham tanishasizlar yaqindan. Kuzatib boringlar, bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariyada o'z fikringizni albatta yozib qoldiringlar. Biz uchun bu juda ham muhim. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Rahmat, shukur. O'zi qanaqasiz aka? Zo'r, rahmat. O'zingiz tanishtirsangiz mumkin bizning kuzatuvchilarimizga bemalol. Men Ahmadjonov Azimsher, Surxondaryo viloyatidanman. Kichkinaligimdan Toshkentda katta bo'lganmiz. Hozirda yosh tadbirkor, o'zimizning sohamizda universitetda o'qiyman, 2-bosqich talabasiman. Xo'p, endi qarang, bizni taklif qilayotgan jarayonimizda siz bilan o'rgandik, savol-javoblar qildim, o'zingiz bilan ham, undan oldin ham savol-javoblar qildik-ku, ko'rishganimizda, gaplashganimizda. Taklif bilan chiqqanimda ham, birinchi o'chirda taklif bilan chiqqanim uchun yo'q demaganingizga rahmat. Ikkinchi o'chirda hozirgi kunda sizni yoshingizdagi bolalar asosan ko'p miqyosda unaqa bir tayinli ishini, yo'nalishini, kasbini tanlab olmayapti-da, qiynalyapti. Sizga hozir savollarimiz bor bir nechta. Undan oldin siz o'zi asosan nima yo'nalish bo'yicha qiziqib, sizga kim yordam bergan ko'proq shu yo'nalishingizni topib olishingizga, bizneslaringizni qilishingizga, qo'shimcha hayotda o'zingizni o'rningizni topish uchun, tanlashingiz uchun nima omillar kerak bo'lganki, o'sha omillarni kimdan o'rgangansiz? Shu qiziq bizga. Shu haqida gapirib bersangiz. Birinchidan, hayotda o'zingizni yo'lingizni tutish uchun, bunga yo'lingizni topib olish uchun, hayotda yo'lingizni topib olish uchun birinchi hayotda o'zi yo'l qo'yib beradi bu narsaga. O'zi hayot o'zi ko'rsatib qo'yadi-da, masalan. U qiziqishingizdan yoki o'zingiz qiziqqan sohangizdan yoki hobbingizdan kelib chiqadi o'sha yo'nalishingiz o'zi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Masalan, o'zimning asosiy kasbimga, xudo xolasa bo'lajak kasbimga otam tomonlama. O'zimning hobbimga kichkinaligimdan o'zim qiziqib, hozirda o'sha hobbim bo'yicha tadbirkorlik olib boraman. Oddiy shu hayot orqasidan. Endi u hozir hobbi, kasb deyapsiz. Shuni endi to'g'ri, baribir nima desam ekan, intriga kerak, qiziqtirish kerak, lekin tushundim, kerak, lekin ochiqroq, bemalolroq men sizdan so'ragan bo'lardim. Ya'ni hobbingiz o'zi nima? Xo'p, meni hobbim hozirda jonzotlar bilan shug'ullanaman. Jonzotlar. O'zimda ham masalan shaxsiy brendim bor, Zoe Exot do'koniga asos solganman. Kasbim esa asosiy kasbim hozir Toshkent davlat yuridik universitetida o'qiyman. 2-bosqich talabasiman. Asosiy kasbim yurist. Hobbim jonzotlar bilan shug'ullanish. Jonzotlar bilan shug'ullanish yaxshi. Xo'p. Yuristlikka nima sababdan kirib kelgansiz? Yuristlikka kirib kelishimga juda qiziq bo'lgan bu narsa, chunki bu kasb ota kasb desam ham bo'ladi. Otam orqali kirib keldim bu kasbga. Endi o'zimda qiziqish bo'lgan. U katta qiziqishimdan katta bosimi bu otam bo'lgan. Otam sababli qiziqqanman, otam sababli universitetga kirganman. Otam sababli shu yuridistik faoliyatini tanlaganman universitetini. Ya'ni sizni ilhomlantirganlarki bu kasbga nisbatan mehr qo'ygansiz keyin. Shunaqa o'sha o'zlarining ham bitta gaplari bor, qachonki shu prokuraturani formasida kelasan oldimga o'shanda rozi bo'laman degan gaplari bor. Xudo xolasa endi o'shanga harakat qilamiz. Inshaalloh bo'lib qolar u forma ham. Siz ta'limga kirib kelyapsiz, misol uchun, o'sha paytda sizni nima ilhomlantiradi? Ta'limda, o'qishda
Mana ko'pchilik o'qimaydi-da, chunki o'qish yomon ko'radi, kitob o'qish yomon ko'radi, maktabga borish yomon ko'radi, bir xil kollejga borish, institutga borish yomon ko'radi-da. Sizni nima ilhomlantiradi? Bir sirni ochaman. Mani o'zimda ham shunaqa holat bo'lgan. Endi hamda baribir ta'limga moslashib olgunizcha vaqt kerak. Birinchi kirganingizda baribir qiynalasiz. Menda hozirgi holatimda otamni gapi bilan ta'limga qiziqishim bor. Otangiz sababchi bo'lganlar, o'qishingizga munosabatingiz o'zgarganmi? Nima sababdan, aynan qaysi gaplari bilan? O'zgargan o'qishga munosabatim. Men o'zi tabiatdan oldin shu universitetga kirmasimdan oldin birinchi kursligimda juda qiynalganman universitetda o'qishga, o'zlashtirib olishga qiynalganman. Lekin otam aytganlar, o'zingni hayotingni o'zing qurasan. Aytganlar, xohlasang ko'chada mardikor bo'lgan, xohlasang chiroyli formada yelkangda vagoning bilan davrani to'rida o'tirgan deganlar. O'zingni hayotingni o'zing qur deganlar. O'sha gaplar ham baribir kerak bo'lar ekanda insonga. Shu sababli ham o'qishga baribir qiziqasiz. Shu gaplardan keyin. Xo'p, hozir siz talabasiz. Talabalik paytidagi eng sizni esda qoladigan jarayoningiz deydimi, esda qolarli paytingiz yoki voqea. Qanaqa bo'lgan u talabalar? Qanaqa, misol uchun eslaydi-yu, baribir talabalik paytida o'sha esingizda qolib ketadi deb o'ylaydigan narsangiz nima? Bu kursdoshlar. Asosan shu talabalikda esda qoladigan vaqtlar bu kursdoshlar bilan o'tgan vaqtlar bo'ladi. Abituriyentlik vaqtingiz bo'lgan qiyinchiliklar, mashaqqatlar, o'sha eng asosiysi o'sha qoladi esda. O'sha aynan nima? Tayyorgarlik. Sizda qaysi vaziyat esingizda? Universitetga kirish. Universitetga kirishimga 1 yil qolgan vaqtlar, o'sha 1 yil ichida bo'lgan hamma narsalar esimda qolgan. Uni menimcha esdan chiqarib bo'lmaydi. Uni abituriyentlar biladi-da, uni kuzatayotgan abituriyentlarimiz biladi. Abituriyentlik paytingizda necha xil to'garaklarga borgansiz? O'sha to'garaklarning otini ayting. To'garaklar qaysi yo'nalish bo'yicha bo'lgan? Abituriyentlik vaqtimda 2-3 ta bir vaqt 2-3 ta to'garakka borardim. Uchinchi sentrlarga ingliz tili bo'yicha, huquqshunoslik bo'yicha, keyin asosiy fanlar bo'yicha to'garaklarga borardim. O'sha vaqtdagi qiyinchiliklar talabani nimasida qoladi, miyasida qoladi baribir. Eng qiyin vaqtlar o'sha bo'lgan. Esda qolarlisi ham o'sha bo'ladi. Ya'ni eng qiyin deyotganingizda, mana misol uchun ko'pchilik qiyin paytida pulsizlikni biladi. Yoki qiyin paytida och qolganligini eslaydi. Qiyin paytida birovdan qanaqadir pand yeganini biladi. Sizda qanaqa bo'lgan u qiyin payt? Menda bu 3 ta xislat ham bo'lmagan. Pulsizlik ham, boshqasi ham. Bu aytmoqchi bo'lganim, qiynalish deganda abituriyent tayyorlanadi, o'sha kurslarda tayyorlanadi, lekin baribir qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv bo'ladi, chunki davlat imtihoni bu. Oddiy imtihon emas. Davlat imtihoniga kiradi. Qanaqa topshiraman? 100% talabadan где-то bir 30% da baribir esdan chiqib ketadi. Chunki hayajonlanish bo'ladi. Imtihonga kirganingizda qo'rquv bo'ladi ko'p kishida. O'rganganingiz bilan esingizdan chiqib ketish holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Shunisi qo'rquvli, esda qolarli bo'lgan. Ya'ni kirsam, lekin imtihondan o'ta olmasamchi, o'qishga kira olmay qolsamchi, o'tda uydagilar xayoliga keladi. O'ylaydi, uyimdagilarni oldida nima degan odam bo'laman, ularga va'da berganman o'qishga kiraman deb, kira olmadim, kira olmasam nima bo'ladi, kira olsam nima bo'ladi, shunaqa bo'ladi-da, to'g'rimi? Xo'p, keyingi savolim. Qarang, siz baribir yosh paytingizdan, boshqadan boshlanganki, o'sha paytda sizni tarbiya taraflama sizga qanaqa munosabat bo'lgan ota-onangizdan? Ota-onamdan tarbiyada juda qattiq turishgan. Yashirmayman. O'qish bo'yicha otam oliy ma'lumotli insonlar. Bizlarning ham shu oliy ma'lumotli yo'llari keladi. Shuning uchun ham asosan ta'limga juda qattiq turganlar otam. Maktabda ham, даже bog'chalik vaqtimda men bog'chada hech kim
harflarni bilmas edi, sonlarni bilmas edi, karakarani bilmas edi. Men o'sha 1-sinfga hammasini tayyorlab chiqqanman-da. Ta'limda juda qattiq turilgan bizada. Bolalikdagi azimcher qanaqa bola bo'lgan, qanaqa bir sho'xmi yoki bosiqmi, qanaqa bola bo'lgan? Bolalikdagi azimcherga qanaqa misol keltira olasiz? Bolalikdagi azimcher juda sho'x bo'lgan. Juda qaysar bo'lgan aka u. O'zim hozir tasavvur qilsam o'zim qo'rqib ketib qolaman. Bolaligim chunki juda ham sho'x bo'lganman-da men. Nima masalan nimadir qiziqsam o'shani oldirganman. Nima qilmoqchi bo'lsam o'shani qilganman. Shunaqa bola bo'lganman-da. Bolaligimda. Siz bolalikda baribir bitta insonni gapiga kiramizda biza. Har doim yo onamizni, yo dodamizni, yo adamizni, buvimizni bitta dona odam bo'ladiki, biza u insonga qarshilik bildira olmaymiz. Qolgan hammaga qarshilik qilamiz, xarxasha qilamiz, erkaligimizni qilamiz. Sizga shu bolaligingiz paytingizda kim ko'p sizga ta'sir o'tkaza olgan? Ya'ni siz kimni gapiga ko'proq kirib, kimni erkatoyi bo'lgansiz bolaligingizda? Bolaligimda ham, hozir ham faqat otam. Yashirmayman. Kerakli vaqt erkalatadilar. Kerakli vaqt tanbeh beradilar. O'sha men ham hozirgacha, shu bolaligimdan to hozirgacha bir insonni aytganini olaman, shu otam. To'g'ri, onamni aytganini olaman, dodamni aytganini olaman, lekin menga qattiq turadigan gaplari qattiq ta'sir qiladigan inson bu otam bo'ladi. Bolaligingizda o'sha hozirgi hobbi deyotgan hayvonlar haqida gaplashdik ozgina oldin. O'sha bolaligingizda demak shu sohaga qiziqqanmisiz? Qanaqa bo'lgan bolaligingizda, nimaga qiziqqansiz? Bolaligimda jonzotlarga qiziqqanman. Men ko'pincha shu maktab vaqtimda, birinchi sinfligimda yoki bog'chalik vaqtimda 3 oylik tanaffus 3 oylik kanikul beriladi. 3 oylik kanikul berilganda men Surxondaryoga borardim. U yoqda bobom, momom u yoqda yashashadi. Ko'p qarindoshlarim u yoqda. Borardim, asosan otam tarafga boraman. Bobom hozir ham umrlari uzoq bo'lsin, bobom borlar, juda meni yaxshi ko'radi. Chunki katta nevara bo'lganman men. Katta nevaraman. Nima aytsam shuni qilib berardilar-da men uchun. Jonzotlar men juda ham yaxshi ko'rardim, jonzotlarni kichkinaligimdan. Birinchi jonzotingizni aytib bering hozir. Birinchi jonzotim menda it bo'lgan. It bo'lgan menda. Shu endi uni qandoq kelib qolganini bilmayman men. O'sha boqqanimni eslay olaman, o'sha yerda borganim, boqqan. Ko'chada itni ko'rib qolsam olib kelardim uyga. Tishlashdan qo'rqmagansiz? Kichkina bola qo'rqadi-yu. Bizani kichkinaligimda Surxondaryoda Jek degan katta ovcharka bo'lardi. Qora ovcharka bo'lardi. U hamma qo'rqardi. Kichkina bola bo'lganman, eslasanglar, kichkinaligimizda ingichka arqon bo'lardi. Press ip degan arqon bo'lardi. Oq bo'lardi. Juda ham nozik bo'ladi. U bitta katta kuchini ushlab bo'lmaydi u bilan. O'sha ip bilan men katta ovcharkani bog'lab olib yurganman, qishloqning ichida. Jonzotlarga qiziqishim u yoqda har payshanba kun, yakshanba kun adashmasam, hozir ham shunaqa bo'lishi kerak. Bozor bo'lardi. Shu jonzotlarning oldi-sottisi bo'lgan bozor bo'lardi. Har kun ertalab soat 6 dan turib, bobomga yuring, olib chiqing. Kichkinaligimdan shu odat bo'lib qolgan. Даже hozirgacha borsam ham boraylik. Chunki u yoqda har xil jonzotlarni ko'rasiz, har qiziqasiz-da. Olib borib indirdim, olib borardilar. Qaysi jonzot yoqib qolsa bo'ldi. O'shani olib bering deb turib olganman. Даже bir marta yo'lda ketamiz, o'sha bozor yopilgan. Bozor qaytyapti. Endi men qanaqa buzoqchani yaxshi ko'rib qolganman. Yoqtirib qolganman. Shu ona bola sigir turgan, ona bola sigir bilan buzoqchani olib bering degan. U qaytayotgan bo'lganda bozordan. O'shani to'xtatib olib bobom olib berib Nexus 2 mashinada edi. Old sidenada o'tirgan bo'lsam, buzoqchani old sidenamga qo'yib olganman-da.
даже bergim kelmaganda, uygacha masalan uni katta mashinaga olib borsa bo'lardi onasi bilan. Men o'sha buzoqchani Siz bilan ketishini xohlagansiz. ketishini xohlaganman-da, olganman-da, bermayman deb. Keyin ko'p u yoqda oldinlari to'y bo'lganda kelin tarafga adashmasam qo'y shunaqa jonzotlar berilardi. Qo'y yoki mol, echki berilardi. To'yga, qishloqda to'yga borsa u yoqda endi bobomni hurmat qilishadi. Qaysi to'yda shu qo'y nima yoqib qolsa bo'ldi deydi-da. Men shuni olib ketaman. Bo'ldi, tamom. O'sha to'yda u birovning narsasi. To'g'ri olib ketishgan yoki qolgan, endi unisini eslolmayman. Yoki pulini berib olib berardi o'sha narsani bobom. O'sha narsani sot, men pulini beraman. O'sha narsani lekin men olib chiqib ketishim kerak bo'lganda. Ya'ni olib ketaman deb turib Olib o'rgansiz. ketaman deb. U to'y bo'pti, katta to'y bo'pti, lekin o'shatdan men olib ketardim o'shani. Farqi yo'q edi-da. Ya'ni shunchalik jonzotlarni yaxshi ko'rganingizdan o'sha qarqachalar qilardingiz. Shunaqa. Endi qarang, o'sha yoshligingizdagi hayvonlarga qiziqishingiz sababi bilan hozirgi kunda sizni qanaqa biznesingiz bor, o'zingiz aytib bering. Men hozir o'zimning shaxsiy brendim Zoexot brendiga asos solganman. Ya'ni do'konim bor Zoexot. Bizda ekzotik jonzotlar sotiladi, oldi sottisi bo'ladi va jonzotlarga kerakli bo'ladigan mahsulotlarni yetkazib beramiz. Tushunarli. U yerda qanaqa hayvonlar bor hozirgi kunda? Har xil turdagi jonzotlarimiz bor. Yoki agar do'konimizda bo'lmagan taqdirda u jonzot chet davlatlardan yoki shu O'zbekistonning местный jonzotlardan topib kelishga harakat qilamiz va topib beramiz ham. Bu muammosiz. Biz zakaz berishsa, xohlagan vaqtlari topib beramiz jonzotni. Jonzotlarda muammo yo'q. Ya'ni mushuk, kuchukcha, quyon, Yo'q, kuchuk oldi sotdi qilmaymiz. Kuchuk oldi sotdi qilmaymiz. Sotdi qilmaymiz, shariatimizda mumkin emas. Shuning uchun oldi sotdi qilmaymiz. U ko'rgan kuchugingiz, просто o'zimning kuchugingiz, u sovg'aga keldi. U to'g'riroq aytsam, uniki qiziqarli bo'ldi, uni kelishi. Meni xuddi shunaqa kuchugim bo'lardi. O'shani eski videosini topib oldim men. Instagram storiyasidan topib oldim. Instagram qo'ygan ekanman, men eski Instagram. Topib oldim va uni storiyamga qo'ydim. O'sha qanaqadir sokinroq muzika bilan qo'ydim, eslagandek bo'lib. Ertasi kuni kelib turibdi u kuchukcha. Menga hadya qilib tashlab ketishdi. Yaqin bir ukalarimiz bor edi. Shu tashlab ketdi. Oga sizga ana kecha storingizni qo'yuvdingiz dedi. Xursand bo'ldi, endi baribir bizani kuzatishadi. Instagramda ham qo'limizdan kelgancha biz jonzot beramiz yoki bizda yo'q bo'lgan jonzotni akalarimiz, ukalarimiz berib turadi. Jonzotlar haqida ozgina gaplashsak, hozirgi kunda juda ham trendga chiqib ketdi mushuklar. Shunaqa. Mushuklarda shunaqa narsa borki, u mushuklar arzon ham emas-da. Eng qizig'i. Shu mushuklarga shu odamlarning qiziqishi nima sabab? Mushuklarga agar bir uzog'i 5 yil, 10 yil orqaga qarasangiz, ruslar ko'p mushuk boqardi bizda. Biz o'shalarni ko'rardik yoki mushuk boqayotgan odamlarni ko'rsak, qanday boqishar ekan uyda. Chunki bizda mushuk boqishimizga ko'p kishi qiziqmas edi oldin. Aytganingizdek, hozir juda ham trendga chiqib ketdi. Chunki mushuk boqish ko'p kishi hozir ham noto'g'ri xayolda, uni oldi sotdi qilish harom yoki uyda boqish harom. Chunki u meni ham kommentimga keladi, mushukni oldi sottisini qo'ysam, ne sotyapsizlar, harom deydi. Lekin buni dinimiz tasdiqlab berdi, domlalarimiz tasdiqlab berdi. Bu haqda YouTube'da ham ma'ruzalar bor, domlalarimizning mushuk boqish halolligi, uni so'lay tegsa harom bo'lmasligi hammasini isbotlab dalillari bilan keltirib berishdi. Yana YouTube'dan ham ko'rib olishsa bo'ladi bu ma'ruzalarni. Endi qarang. Shundan keyin ham nima bo'lib ketdi-da bu? Trendga chiqib ommaviylashib ketdi. Chunki juda ham o'zi hayvonlardan bir yoqimtoy deymizmi, qulay deymizmi, uy sharoitida, dom sharoitida dem bo'lay. Hozirgi kunda odamlar uchastkada emas, ko'proq ko'p qavatli uylarda yashashayotgani hisobiga qulay bo'ldi ularga mushukchalarni boqish. Bu temadan yana ozgina siljib turib sizga kasbiy yo'nalishda savol bermoqchiman. Endi baribir jonzot olib berdisi bo'ladi sizda. Shunaqa holatlar bo'lganmi? Ya'ni jonzotni o'lim holati. Sotganimizdan keyin.
sotganingizdan keyinmi, sotish davrigachami, qanaqa bo'ladi? U paytda уже sizda qanaqa emotsiya, holatlar bo'lgan? Bu narsa juda ham ko'p bo'lib turadi. Chunki nima desam ekan, tirik jon. Ertaga o'zimiz bormizmi, yo'qmizmi, uni bilmaymiz-da. Jonzot tilsiz jonzotda-yu, aytolmaydi birorta joyi og'risa. Lekin bizada har doim jonzotlarimiz ko'rikdan o'tkaziladi, har doim ertalab, kechqurun ko'rikdan o'tkazamiz do'konda. Hammasi sog'lommi? Ko'rib chiqamiz bir boshdan hamma jonzotlarimizni. Shamollagan jonzotlarimiz bo'lsa, alohida kletkaga olib boqamiz, alohida sharoitlarini qilib beramiz yoki karantinga olamiz u jonzotimizni. Qandoq jonzotimiz agar zaril, agar birorta kasal bo'lib qolsa, unga birinchi yordam ko'rsata olaman bemalol, lekin veterinarlarimiz qiladigan darajada yordam bera olmayman men. U iloji boricha birinchi yordam ko'rsatib, jonzotlarga veterinariya xizmatiga olib borishga harakat qilamiz tezroq. Lekin bo'lgan o'lim holatlari ham bo'lgan, sotganimizdan keyin ko'p kishi bizga jonzotlarni olgandan keyin bir hafta, 2 haftadan keyin jonzot o'lib qoldi deydi. 1-2 marta bo'lganda bu holat. Aytamiz-da, u jonzot biza iloji boricha har bitta klientga birinchi marta oldimi, birinchi marta даже qog'oz yozib beramiz. Mesela qog'oz yozib beramiz, necha mahal ovqat berilishi, necha mahal suv berilishi, nima dori qilinishi, qachon emlanishi, hamma narsani biza qog'ozga yozib, qandoq bu narsani nimaga qog'ozga yozib beramiz? Aytganimiz bilan baribir adashtirib yuboradi inson. Har bitta narsani eslab qola olmaydi. Shuning uchun biz qog'oz yozib beramiz. Keyin kelib bizadan so'ramasligi uchun. Bu so'ramaslik deganda bir xil aytadi, kelib sizlar menga o'rgatmadinglar. Bosh do'konlarda bo'lganda bu narsa. Sizlar menga o'rgatmadinglar, men birinchi marta olgandim. Jonzotinglar kasal chiqdi yoki boshqa. Biza shuning uchun shunaqa vaziyatga duch kelmasligimiz uchun ham qog'ozga yozib tayyorlab beramiz. 3 kun vaqt ichida agar jonzotimizda nimadir holat bo'lib qolsa, qaytarib olamiz jonzotimizni. 3 kundan u yog'iga o'tdimi, biz javob bermaymiz. Chunki uni ovqatlanishi qandoq ketdi, unga qandoq qarashyapti, biz uni ko'rmaganmiz, bilmaganmiz. U yangi hayotga tushganda u jonzot. Shuning uchun bo'ladi, bunaqa holatlar ko'p uchrab turadi. Ishingizda yana ko'pincha odamlar keladi, qiziqadi. O'zi ham qilmoqchi bo'ladi. Misol uchun men o'zim ham qilmoqchi bo'lganman. Ya'ni mushuklarni olib ko'paytirish. Mushuklarni olib ko'paytirishga vyaska paytida har xil noto'g'ri, to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Endi noto'g'ri holatlar bo'lib qolyapti. Qanaqa? Nogiron tug'ilib qolishlari, sabab bo'lib qolishi bor, boshqa bor. Shunaqa jonzotlarni uje oxiri menimcha baribir o'lim. O'lim. Endi bu afsuslanarli holat, lekin to'g'ri vyaska qilish, to'g'ri jonzotlarni yetishtirish uchun qanaqadir tavsiyalar berib ketsangiz-chi shu joyda. Ko'p kishi bilmasdan to'g'ri aytdingiz, ko'p kishi bilmasdan vyaska qiladi mushuklarni. Bu qanaqa vyaska? Qiz bola mushugi borlar, internetlarda ko'p ko'rasiz, o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, vyaska deb e'lon tarqatishadi. Erkak mushugi borlar, qiz bola mushuk boqib turganlar olib boradi unga. Qiz bola mushukni qulog'i yotgan bo'lsa, fold deymiz, qulog'i yotgan mushukni vyaska qilmoqchi bo'lgan erkak mushuk ham qulog'i yotgan bo'lsa, fold bo'lsa, bunda brak bola tug'iladi. Ko'p vyaskachilar men ham ko'rganman, ogohlantirmaydi. Chunki bir xillari bor, pulini olsa bo'ldi. O'sha pulga qo'shib beriladi, boshqa pulini olsa bo'ldi, ogohlantirmaydi. Chunki unga jonzotning ertasi qiziqmas. Bu erkak mushukka ta'sir qilmaydi, lekin men bitta qiz bola mushuk tug'adi. Qiz bola mushukka ham ta'sir qilmasligi mumkin, lekin uni bolasiga ta'sir qiladi bu narsa. Panjala shishib ketishi, panjala qiyshayib qolishi, burun bitib qolishi, bu baribir mushukni o'lim holatigacha olib keladi. U ming operatsiya qilsa, ming boshi dori darmon bersa, bu narsa baribir og'ir narsa. Shuning uchun men tavsiya qilaman, har doim fold bilan straight mushugini qo'shishni tavsiya qilaman. Bitta qulog'i tikka, bittasini qulog'i yotgan bo'lsa yaxshiroq. Chunki o'zi fold mushugi kasallik hisoblanadi mushukda. Fold o'zi qulog'i yotgan mushuk kasallikdan kelib chiqqan.
u narsa. Shuning uchun ham ikkita fold mushukni qo'shsa birak bo'lib tug'iladi bola. Shuni iltimos qilib so'rayman, VSga qoldirmoqchi bo'lgan insonlar, mushuk boqadiganlar ham ikkita fold mushukni qo'shtirmaylar iloji boricha. Endi qarang, shu holat VSga o'zi misol uchun ko'paytirish davrida asosan hozirgi paytga to'g'ri keladi. Ya'ni bahor paytlariga to'g'ri keladi hayvonlarimizni ko'payishi. Endi qarang, men eshitganmanki, qanaqadir qo'shimcha vitaminlar berib yokida qo'shimcha veterinarga olib borib, uni kastratsiya qildirib, anaqa qilib qo'ysa bo'ladi. Qiz bolani ham, menimcha o'g'il bolani ham davolasa bo'ladi bu narsani. Lekin u yog'iga davomiga anaqa ololmaydi, to'g'rimi? Zot ololmaydi undan keyin. Yo'q, olmaydi. Agarda shu holat misol uchun kuchli bo'lsa, yo faqatgina VSga ili qanaqa qo'shimcha kastratsiya, sterilizatsiya. Men maslahat berardim. Qo'shtirishni maslahat beraman. Qo'shtirishni maslahat berasiz. Tirijon. Alloh ko'payish uchun qilingan, yaratilgan jonzotlar. Ko'paytirishga sharoit qilib berish kerak baribir. Endi baribir ko'pchilik kuzatuvchilarimiz hayvonga ham qiziqishligi mumkin, boshqa bo'ladi. Men o'zim hayvonlarga ko'p qiziqaman. Sizni menga ish tartibingiz qanaqa? Bir kunlik ishingiz, bir kunlik kuningiz sizda ishda qanaqa o'tadi? Yo'q, men uyquchiman. Uyquchiman. Hayvonlar bilan do'qchiman. Ish jarayonida qanaqa o'tadi? Mana holatda aka o'qishga boraman, ertalab o'qishga boraman yoki obeddan keyin o'qishga boraman, charchayman-da. Yoki boshqa joyga boraman, charchayman tez. Lekin men shu do'konimda o'tiraman aka, qancha o'tirsam ham charchamayman. Navrot miyam dam oladi. Balki nima qiziqishimdandir, balki boshqa narsadandir. O'sha do'konda bo'lsam, jonzotlarning oldida bo'lsam, dam olaman, ancha dam olaman. Tinchlanaman. Endi qarang, baribircha hozir ko'pchilik yoshlarimiz kasb tanlashda adashyapti-da. Adashyapti qanaqa? Pul uchun, pulga qiziqib boshlashyapti kasbni yoki yo'nalishi pul uchun tanlashyapti yokida qanaqadir bosimlar oqibatida tanlashyapti. Misol uchun qarshiliklar bilan. Lekin bitta narsani bildimki, kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zini kasbini yaxshi ko'rgan yo'nalishini o'zi tanlasa, o'ziga yoqsa, o'zi yaxshi ko'rsa, ana o'shanda u kasbni tanlash kerak ekanda. Shunaqa. Ana o'shanda u o'zini yo'lini oson topib keta olar ekan. Kasbni qiziqishingizni o'zingiz xohlamadingizmi aka? U qaysi kasb bilan shug'ullanmay aka, xohlamayapsizmi, baribir foyda bo'lmaydi. Natijaga erisha olmaysiz. Xohlamayapsizmi, natija bo'lmaydi hech qachon. Qachonki odam o'zini yoqtirgan mashg'uloti bilan, yoqtirgan hobbisi bilan, yoqtirgan kasbi bilan shug'ullansagina uni natijaga olib kelishga harakat qiladi o'zi. O'zi harakat qiladi. Men bunaqa narsa qilishim kerak, bunaqa narsa qilishim kerak yoki men bunaqa yengilliklar qilishim kerak deb o'zi harakat qiladi, chunki u qiziqadi, shu sohani yuksaltirmoqchi bo'ladi u. Shunaqa narsa. Qiziqmadingizmi, natija bermaydi aka. Sizni endi hayot taraflama yaqin odamlaringiz bo'lishi mumkin, yaqin do'stlaringiz bo'lishi mumkin. O'zi asosan sizga bitta oddiy savol beraman. Do'stlik siz uchun nimani anglatadi? Do'stlik men uchun oqibatni anglatadi. Oqibatli bo'lsa, shoxonalarga kelib tursa, shunaqa. Telefon qilsangiz olib tursa, shunaqa. Hozir unaqa, lekin unaqa do'st topish momo bo'lib qoldi. Na do'st. Даже meni sinfdoshlarim hozirgacha yo'q aka. Biz bitirganimiz ko'p bo'lmadi. Instagramda bundoq ko'raman deydi aka, Instagramda videolar ko'rayotgan vaqtim chiqib qoladi-da, sinfdoshlar yoki kursdoshlar 30 yildan keyin ko'rishadi boshqa. Bizanikilar o'zi 3-4 yil bo'lsa ham o'zi ko'rishmaydi. Yaqin do'stlaringiz bormi? Yaqin do'stimmi? Bor, bitta bor. Qanaqa u? Nimaga aynan u yaqin sizga? Nimaga aynan u yaqin? O'zi do'stim, qarindoshim. Endi boshqa, masalan, sinfdoshim bo'lishi mumkin, ko'chadagi og'ayni bo'lishi mumkin. U tushunmaydigan meni xarakterimni, ko'chadagilar tushunmaydigan xarakterimni u tushunadi aka. U meni tushuna oladi. Shuning uchun ham eng yaqin do'stim shu. Boshqa absolyutno hech qaysi do'stimga ishonmayman. Odamda shu narsa bo'lishi kerak.
hech qachon kimgadir ishonib qolmasligi kerak. Ishoning, bitta insonga ishoning bo'ldi. Do'st yaxshi ko'rish degani nima tushunasiz? Qanaqa bo'ladi do'stni yaxshi ko'rish? Yaxshi ko'rganmisiz do'stingizni? Конечно, aka, do'stni yaxshi ko'rasiz. Chunki do'st qandoq? Do'stingizga nimadir bo'lsa aka, do'stingiz og'ir ahvolga tushsa, boshiga kulfat tushib qolsa, даже o'zi qiynalayotgan vaqtda agar chin do'stingiz bo'lsa aka, u ham qiynaladi. Masalan, mani boshimda nimadir og'ir ahvol tushib qolsa, men agar qiynalayotgan bo'lsam, u qiynaladi. Yaxshi ko'rish, yaxshi do'stlik mana shu bo'ladi aka. U faqat bayramda, choyxonada yoki o'tirish, tadbirda o'tirgan do'st emas aka. Shunaqa narsa. Siz uchun bu hayotda eng qadrli narsa nima? Eng qadrli narsam aka, 3 ta narsa. Sanang. Vaqtim, ota-onam, yaqinlarim. Eng qadrli 3 ta narsam shu. Shu 3 ta narsamni yo'qotishdan eng qo'rqqan narsam shu bo'ladi. Uchalasini baravar qo'yganda qaysi biridan voz kecha olasiz? Uchalasidan qo'yganda menimcha ota-onam, yaqinlarimni kecholmayman, vaqtimdan kechib qo'ya qolaman. Biron bir inson bilan tanishganingizda siz uchun eng qadrli bo'lgan qadriyatlari, siz uchun muhim bo'lgan qadriyatlari qanaqa, nimalar ular? Qanaqa qadriyatlar? Men birinchi o'rinda tanishgan insonimdan muomalasiga qarayman. Muomalasiga, xarakteriga, kim bilan qanaqa muomala qilyapti, sizga qanaqa muomala. Menda o'zimda shunaqa nima bor-da, xarakter bor-da aka. Kim masalan qanaqa muomala qilsa, men shunaqa muomala qaytaraman-da. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, yoshi katta, yoshi kichikni farqi yo'q. So'kotdim, so'kaman. Urishotdim, urushaman, shunaqa. Menda shu holat. Shuning uchun ham tanishayotgan insonimni birinchi o'rinda muomalasiga, xarakteriga, gap so'ziga qarayman aka. Qaraysiz, lekin qanaqa qadriyatlariga? Misol uchun, qanaqa bo'lish kerak qadriyati? Ya'ni qadriyat deganda ishonchli bo'lish kerak. Sizni hurmat qilish kerak, o'ylab muomala qilish kerak. Qadriyat deganda yana bitta narsa bor, ishonch, mas'uliyatni ola bilish kerak, harakatchan bo'lish kerak. Shunaqa narsalar bor-da. O'sha narsalar eng sizga qadrli bo'lgan nima? Ishonch. 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 Qadrlisiz buni. Eng qadrlisi ishonch. Chunki ishonch hamma insonga ham berilavermaydi aka. Hamma insonga ham berilavermaydi bu ishonch. Masalan, sizda ham ko'p bo'lmasa kerak ishonadigan insonlaringiz. Buni olib qarasa-da, menda ham shu-da aka. Ishonch men uchun nima bilasizmi? Ishonch men uchun anrazviy narsa. Bir martalik. Bir marta xohlagan insonimga berishim mumkin men uni. Lekin ikkinchi marta shunaqa aytolman, u bitta insonga beriladi aka. Uni ushab qolgan inson ushab qoldi. Ko'p kishi oqlamaydi aka ishonch. Ishonchingizni berdingiz, lekin oqlamaydiganlar juda ko'p. Juda ko'p. Ushab qoladigan o'zi bor. Siz uchun halollik nimani anglatadi? Men uchun halollikmi? Men uchun halollik birovning haqqini yemaslik. Hozir juda ham ko'payib ketgan. Birovning haqqini yeyish, ko'pma atrofimda ham ko'raman, birovning haqqidan qo'rqmaydi odamlar. Bu juda yomon narsa, birovning haqqidan qo'rqmaslik. Taji men eng qo'rqqan narsam aka, ana meni do'konimda kerakli narsalar bor, u sotuvchilarimga ham aytaman, taroziga birinchi qara deyman. Mayli, ortib ketsin, lekin kam qo'ymalaring deyman. Bu birinchi narsa shu-da. Bu ham birovning haqqini yeb qo'yish deyiladi-da, masalan. Da. Tarozidan urib qolish boshqa. Shuni deb o'ylayman. Men o'zimga o'zim va'da berganman aka. Xudo xolasa men yuristlikni bitirib, yurist bo'lsam deganman. Halollikni birinchi targ'ib qiladigan men bo'laman deganman. Juda mana shu narsaga juda qattiq kirishganman aka. Halollikni targ'ib qilishga juda qattiq kirishganman. Sizga xiyonat qilishganmi?
Faqat qizlardan tashqari. Qizlardan bilamiz ko'p xiyonat bo'ladi. No, lekin bolalar orasida ham bo'lib turadi bu tema. O'shaning uchun so'raman. Xiyonat Bo'lgan. do'stlar tarafdan. Bo'lgan. Do'stim tarafdan bo'lgan. Aytmayman buni aka. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Chunki eslashni ham xohlamayman-da bu narsani. U xiyonat shunaqa narsa bo'lar ekan, u bir yurak urdimi bo'ldi u narsa. Hech kechira olmas ekansiz. Ne aytganingizdek qizlardan ham bo'lgan. Tushunarli. Uni mayda aytib o'tirmaydi. O'zingizni qanaqa insonga aylantirishni xohlaysiz kelajakda? Harakatdasiz shunga. Men o'zimni birinchi o'rinda aytayman aka. Otamga yoqadigan insonga aylantirmoqchiman. Hozircha aylantira olmadim. Lekin maqsadim shu, otamning ko'nglida shu qandoq meni ko'rsalar, men shunaqa o'g'il xohlagandim deyishlarini xohlayman. Hozircha harakatim shu narsaga faqat. O'zimni o'zgartirishim shu narsa. Muammolar keladi va siz uni qanaqa hal qilasiz? Nima omillarga suyanasiz? Muammolar kelsa aka. Muammolar kelsa hech nimaga suyanmaysiz. Allohga suyanasiz bo'ldi. Boshqa narsaning foydasi yo'q. Ko'p kishi muammo siqiradi, boshqalar chakadi, boshqa. Hech qaysini foydasi yo'q. Allohga ishoning aka, tavakkal bo'ldi. Sizni maqsadingizga yetadigan intizomingizdagi ichki holat. Qanaqa intizomingiz bor? Intizomim aka, prinsipim sabr. Sabr. Sabr qilib turaman har bitta maqsadimga yetish. Mana ko'pchilik aytadi, sabr deb aytadi. Men aytaman. Sabr qilib yashashda siz nimani tushunasiz deganimda, ko'pchilik aytadi, sabr qilish, ana qilishda deydi. Kutib turish deydi. Kutish deydi, kutib turish deydi. Men aytaman-da, sabr bu emas. Sabr qanaqa? Nolimaslik. Sabr. Nolimaslik. Shukr qilish sabr. Shunaqa. Ishingiz o'xshamayaptimi? To'g'ri, sabr xolos, lekin o'xshamayaptimi? Harakat ham qilishingiz kerak-da, sabrga qo'shib. U narsaga o'shanga erishmoqchimiz, faqat sabr bilan aytadi-yu, olma pish og'zimga tush deydi-yu. U birorta maqsadingizga erishish uchun olma pish og'zimga tush deb o'tirishingiz shart emas. U sabr xos, to'g'ri, u maqsad kelish kerak, lekin o'sha maqsadga qarab siz ham qadam bosishingiz kerak-da. Shunaqa narsa sabr. Pulni nimaga o'xshatasiz? Og'uga o'xshataman. Og'u, a? Narkotika. Hozir hamma narkoman. Shunaqa. Ochiq aytib qarasangiz, hamma narkoman pulga. Chunki yashash aka, u mayli ichayotgan suvingizga hozircha pul bo'lib turibdi. Men shundan qo'rqaman, olayotgan havoingiz ham pul bo'lmasligidan qo'rqaman aka. Chunki nima? Har bitta narsa pul bilan hal bo'lyapti-da aka. Shunisi yomon-da. Ko'p kishi o'ylaydiki, hamma narsani, har bitta narsani pul bilan hal qilaman deb o'ylaydi. U narsa ham noto'g'ri. Pulga hal bo'lmaydigan narsalar ham juda ham ko'p-da aka. Shunisi. U og'uda, olib kirib ketayotdi odamlarni tortyapti. Shunaqa. Ana aytadi-yu, pul ko'p narsani hal qiladi, lekin hamma narsani emas. Shunaqa. Siz his-tuyg'ularni nimaga o'xshatasiz? Sevgi, baxt, do'stlik. Sevgi, baxt, do'stlik. Yaxshi hayot. Yaxshi hayot. Bittasi. Sevgini nimaga o'xshatasiz mana his-tuyg'u? Yo'q, bittasini o'xshatmay aka, hammasi. Agar sizda aka mana shu uchalasi rostdan bo'lsa, sevgi, baxt, do'stlik bo'lsa, siz demak, nima qarasa mukammal inson bo'lasiz. Qaysi hollarda siz o'zingizni kuchli his qilasiz? Qaysi hollarda? Otam dalda bergan vaqtda, onam dalda bergan vaqtda. U masalan nimadir ishni o'xshata olmayman, qiynalib turibman. Onam telefon oladi. Onamga aytaman, mana shunaqa bo'ldi, onam qiynalib turibman. Onam qo'rqma deydi. Hammasi Xudo xolasa hammasi bo'ladi deydi. U gaplarni eshitganingizdan keyin siz qanaqasiga kuchli bo'lmaysiz. Kuchli bo'lasiz aka. U любой muammoni yorib tashlaydigan darajada kuchli bo'lasiz siz. Shu vaziyatlarda men kuchliman deb o'ylayman. Sevib adashganmisiz?
Sevib adashganmanmi? Da bo'lgan. Qanaqa bo'lgan? Sevib adashganman-da. Yashirmayman. Bo'ladi endi. Chiqqanmi esdan? Da esdan chiqqan ekan. Esdan chiqqan, men eslamayman ham, chunki уже man tark etgan insonni men qayta eslamayman. Shunaqa. Birinchidan eslashni ham xohlamayman. Bo'ldi, u ketdi, nimani eslaysiz aka? Yo'q, mana misol uchun bir xil birinchi muhabbatini esdan chiqara olmaydi-da. Da, lekin men u narsaga ishonmayman aka. Ishonmaysiz? Birinchi muhabbat tark etdi. Chunki hali yoshmiz-da aka. Hali yoshmiz. U sevib qolish masalan haqiqiy sevgini endi tasavvur qilaman. Endi. Oldingisi u maktabda sevgi, sinfdosh sevgi. U haqiqiy sevgi emas aka. U men mingtasini ko'rganman. U birinchi sinfda mendan shunaqalarni ko'rdim aka. Birinchi sinfdan 10-11 sinflarga sevishib kelib turib ayrilib ketganlarni ko'rdim. 10-11 yil aka. 10 yillar bir-birini yaxshi ko'rib ajrashib ketganlarni ko'rdim. Uni qanaqasiga bunga ishonasiz? U yoshlikdagi sevgi u. U do'stlik ham desangiz bo'ladi u narsani. O'rganib qolish. Boya muammo degan joyida to'xtalishimiz kerak edi. O'sha to'xtalmamiz. Qarang. Muammo sizni hayotingizda bu tushkunlik deb berilsami yoki motivatsiyami? Muammo motivatsiya. Muammo motivatsiya. Chunki muammoga tushkunlikka kirsangiz aka, u muammo keldimi, siz tushkunlikka tushdingizmi, o'sha dal tushib ketaverasiz tushkunlikka. Muammodan birinchi o'rinda siz motivatsiya olishingiz kerak. Nimaga? Nimani qildimki shu muammo keldi? Nimani xato qildim hayotda shu muammo keldi? Yoki oddiy savdoda ham agar nimadir o'xshamayaptimi, savdoga o'xshamayaptimi, o'qishingizda ham o'xshamayaptimi? Oddiy, nimaga savdoda bu narsa o'xshamayapti, muammo keldi? Siz o'ylashingiz kerak-da, nimani xato qildim? Klientlarning bazasini yo'qotdimmi yoki tovar olib kelmayapmanmi? Mana shularni o'ylashingiz kerak-da. Bu naborot motivatsiya beradi sizga. Keyin o'shani boshqatdan qilib chiqishingiz kerak, tovar olib kelishingiz kerak, klientning bazani yaxshilashingiz kerak, insonlarga yoqadigan narsalarni asosan qo'yishingiz kerak-da u yo'g'iga. Bu muammodan chiqib ketish bo'ladi motivatsiya. O'qishda ham shunaqa narsa, agar muammo keldimi, o'qishingizdan birorta faningizdan yiqildingizmi boshqa, o'qishingizni yaxshilang, yaxshi o'qing bo'ldi. Yana chiqib ketasiz shu muammodan. U tushkunlikka tushib, xohish bo'lmasdan boshqa battar yana tushkunlikka tushib o'sha inson sindira oladi muammo. Shunaqa. Muammo shunaqa narsa-da. Hop, endi qarang. Sizning maqsadingiz bor, to'g'rimi? Maqsadim bor. Maqsadingiz bor. Niyatingiz bor. Niyatim bor, Xudoga shukr. Endi qarang. Oliy maqsad. Qanaqa oliy maqsadingiz bor? Oliy maqsadmi? Oliy maqsadim erta tongda men uni va'da ham berganman. Prokuror bo'lish ekan menda. O'qishimni tugatib, prokuror bo'lib, otamning oldiga zvaniy formada otamni ertalab oldilariga kirib borish. Bo'ldi, maqsad shu, tochka shu aka. Boshqasi qolsin mayli, boshqa maqsadim qolsa, asosiy maqsadim shu. Shu narsa bo'lsa, keyin men tinchlanaman. Balki hozir dangasalik qilayotgandirman, lekin shu narsani men amalga oshiraman, Xudo xolasa. Alloh yo'limni olsa shu narsa bo'ladi. Chunki buni men otamga va'da berganman. Xudo xolasa yaxshi. Xudo xolasa. Siz uchun hayotning ma'nosi nima? Hayotning ma'nosimi? Hayotning ma'nosi, hayotni o'zi yashashdan ma'no, hayotning ma'nosi ham bo'ladi. Sizdan kimdir nimadirni kutayotgan aka. O'sha kutayotgani uchun ham siz yashashingiz kerak, hayotda ma'no izlashingiz ham kerak-da. Hayotning ma'nosi shu aka, boshqa ma'no yo'q. Chunki sizni kimdir ota-onangiz kutishi mumkin, sizdan nimadir kutishi mumkin, yaqin insoningiz kutishi mumkin yoki sevgan yoringiz kutishi mumkin sizdan nimadir. O'sha sizga hayotda ma'no bo'ldi. Inson o'zi uchun yashamaydi, aka, erkak kishi mana shunaqada. O'zi uchun yashamaydi erkak kishi. Buni men otamda ham ko'rganman. Yoki siz ham bilasiz. Erkak kishi hech qachon o'zi uchun yashamaydi. Oilasi, ota-onasi, yaqinlari uchun yashaydi erkak kishi.
Hayotning ma'nosi shu. Endi birinchi savollarga o'tamiz. Birinchi savollarda qanaqa javob berishingiz kerak bo'ladi? Ya'ni men sizga bitta savol beraman. Siz bir og'iz yoki ikki og'iz javob berasiz. Ya'ni qisqa bo'ladi juda ham. Xudo xolasa, tayyorsiz? Tayyorman. Xo'p. Bekinib xafa bo'lasizmi? Yo'q. Bir so'z bilan do'st kim? Do'stmi? Ishongan insoningiz. Qarz oxirgi chorami? Yo'q, tavsiya bermayman qarz. Eng yomon narsa qarz. Botqoqlikka botiradigan narsa ham qarz bo'ladi. Aqlingiz o'zingiz uchun ko'proq ishlaydimi, boshqalar uchunmi? Aqlim o'zim uchun ishlaydi ko'pincha. O'zim uchun. Har doim o'zimning gapim o'zim uchun to'g'ri bo'lgan. Eng katta erkinlik yolg'izlikdami? Da. Yolg'iz sonsiz erkin bo'lganda tasavvur qilaman o'zimni. Va'dalaringizni buzib turasizmi? Mana shu savolga javob bering. Da buzganman, eng katta va'dani buzganman akaman. Buni lekin hozir aytmasam bo'lmaydi. Ayting, qayoqqa va'dani buzgansiz? Otamga bergan va'damni buzganman. Chunki universitetga kirishdan oldin men imtihondan yiqilganman-da. Universitetda imtihondan yiqilganman-da. Qandoq? Otam aytgan, o'qishga kirsang deganlar, mashina olib beraman deganlar. Nima aytganingiz bo'lsa qilib beraman deganlar. Shu universitetga kirgin deganlar. Men kiraman. Javob kiraman deganman aka. Topshirolmay yiqilyapman. Bitta imkon super kontrakt qoldi. Super kontraktga ilinganman. Keyin dadamga aytdim, dada to'lab bering deyman, super kontraktni men o'qiyman. Mashina kerak emas deyman. Yo'q deyaptilar. Yo'q dedilar. Aka bir kun qoldi deyapti, to'lasang to'la deyapti universitet. Bir kun. Men shuncha universitetda eshigini tegdi, yalayapman adamga Telegramda. Telefonda gaplasha olmayman. Adam bilan telefonda gaplasha olmayman. Nima gapim bo'lsa Telegramda, chunki yozsam bu ovozlarini eshitsam o'zi qo'rqaman-da. Realniy gapda bu. Keyin yozishaman, iltimos qilman, boshqa deyapman. Yo'q deyaptilar, sen o'qiy olmaysan, olib keta olmaysan deyaptilar. Dangasisan deyaptilar. O'qiyman, boshimni qo'yaman deganman. Boshimni qo'yaman, o'qiyman deganman-da aka. Bu realniy gap. To'laganlar. Boshingni qo'yding deganlar. Boshimni qo'yaman. Va'damni buzganman aka. O'shanda birinchi kursim juda ham dangasa bo'lganman. Realniy o'qishim juda pasayib ketgan. Qanaqa aka, u qiziqasiz, o'qigingiz kelasiz, qiziq soha. U jinoyat boshqa qiziqasiz, lekin u yoqda qiyinchilik juda kuchli-da. U yoqda siz har bitta moddani o'zingiz tahlil qilishingiz kerak, jinoyatni o'zingiz tahlil qilishingiz kerak. Uni miyasi qabul qilgan odam qabul qila oladi. Miyasi qabul qilmadimi, atkazib beraveradi miya u narsalarga. Menda o'rganishim juda qiyin bo'lgan shu narsalarga. O'shanda va'damni buzganman, to'g'ri. Xo'p, keyingi savolimiz, pul muhim narsami? Pulmi? Ba'zi vaqtlar muhim deb o'ylaysiz, ba'zi vaqtlar muhim emas deb o'ylaysiz. Meni fikrim muhim emas. Pul xo'jayinmi, qulmi? Ko'p kishi pulni xo'jayin deb o'ylaydi. Ko'p kishi pulni xo'jayin deb o'ylaydi, lekin pulni siz o'zingiz miyangizga ham singdirish kerak, miyasiga ham odam o'zini miyasiga ham singdirish kerak. Pul qul. Chunki siz uni ishlab topasiz. Uni xohlagan narsangizga ishlatishingiz mumkin. Pul shunaqa narsa. U sizni buyrug'ingizni qilish kerak-da pul. Siz unga buyruq, bu unga qul bo'lishingiz kerak emas aka. Shunaqa narsa-da pul. Oilada sizga eng ko'p aytiladigan gap. Odam bo'l. O'zingizda nimani o'zgartirmoqchisiz? Juda ko'p narsani o'zgartiraman. 2-3 yil ichida maqsadimni qo'yganman. Juda ham ko'p narsalarni o'zgartiraman. O'zingizdan nimani qizg'anasiz? O'zimdanmi? O'zimdan ko'p narsani qizg'anaman. Asosan o'zimdan qizg'anadigan narsam bu o'zim pulimni o'zimdan qizg'anaman aka. Boshqadan qizg'anmayman. Boshqa so'rasa beraman. Lekin o'zimdan o'zim qizg'anaman. Nimaga bilmayman shunaqa. Hayotingizda choy deb tasavvur qilsak,
U achchiqmi, shirinmi, nordonmi? Trivadno. Aralashgan aka. Achchiq vaqti ham bor hayotimda, shirin vaqti ham bor. Muvaffaqiyatni shpargalkasi. Ishonchim Qaysi yomon odat bo'yicha chempionsiz? uxlab qolish bo'yicha chempionman. Mana shu narsani men hech yo'qota olmadim. Endi bu bo'yicha ham bir yaxshi insondan bir maslahat olishim kerakman. Siz eng ko'p kimni kechirgansiz? O'zimni kechirganman aka. Siz uchun Azimsher kim? Men uchun Azimshermi? Azimsher lider. Har doim birinchi bo'lishga harakat qilayotgan inson Azimsher. Azimsher, bugungi suhbat uchun, maroqli fikrlaringiz uchun, tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Kuzatuvchilarimizdan biz shuni iltimos qilgan bo'lardik. Kuzatuvchilarimizdan bu suhbatimiz yoqqan bo'lsa, o'zingizlarning kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar va kommentariyada eng qiziqarli kommentariy uchun Azimsher tomonidan sovg'a beriladi. U qanaqa sovg'a? Uni do'konimizga kelishsa aytaman, sirli sovg'a deb aytib qo'ya qolamiz. Lekin jonzotlardan beraman. Shundan padarga qaraman, bitta jonzot. Ana, eng yaxshi kommentariy yozgan insonga Azimsher tomonlaridan, do'konlaridan bitta chiroyligina jonzot sovg'a sifatida beriladi. Sizlardan iltimos, kanalimizga obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariy yozinglar. Biz uchun bu juda ham muhim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham xayrlashib olsangiz bo'ladi. Hammaga sog'lik, omonlik tilayman. Do'konimizda kutib qolamiz hammalarni. Do'konimizda iloji boricha shu videoning orqasidan kelganlarga chiroyli skidkalar ham qilib berishga harakat qilamiz. Hammaga sog'lik.